Bo'lmas ekan. Nima deganing bu? Kelib bo'yingga gaplasham mana onasini. Lib bo'yingga tushiribsanmi? O'xsar aytayapman. Keyin mana onasini gaplasha olamiz. Vallolaringni olib olasang. Ha, nima bo'lyapti? Ya 14-yanvar kuni qizim menga sovg'a beruvdi-da. Hop, sovg'ani ichini ochsam 10 million pul bor ekan. Zumay qaradimda, kreditimni yopdim bor, zo'r bo'ldi deb. Endi mana akasi ilon qilib o'tiribdi. Nima deyapti? Nimasan qo'rqyapsan? Uchrashuvlar deyapti. Kelursan. Kelursan. Bir o'zi kim aytdi uni? Nima farqi bor? Biz chiqishimiz biza. Armiyasi bilan kelsin. Mana keldi-da. Tushun qani? Kim yapmadı bana izin? Uni eshikdan yopamaydi bu. Qo'lim unchalik og'riyapti ishoninglar. O'zing nima qilasan? Voy. Sen kuchuk ekansan sen. Ya mana nima qilgansini ko'rdingmi? O'lsan. Ya men chalg'ib turibman, ur tepdi. Mana deb o'tiribdi-mi? Ana sportchi ekanda. Bitta deb o'dim uklam berib qolgan, kallasa deb o'tirdim. Razorot tepaman, pug'mab tepaman. Davul o'tiribman mana ana beshin. Sani bir ichqa qobog'ili yo'q. Sakradi qo'limning ustiga shu. Nima bo'ldi bu qo'lga? Qochoqdikki, qochoqdik. Ne qildim, ne qildimmi ega? Ay bilan. Sho'rli qo'limni. Hamma beni tishlatdi, menga beni yetmay qoldi. Sen nima qilding? Ha, aytdim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Aytor, hech kim bilmaydi. Ana bittasi ko'taralashibdi-da bular. Shunga beni yetmayapti ya. Bo'ldi, ye. Mayli, qo'ysin. Yana bir marta shu 14-yanvar qizdan pul olasizlarmi? O sanada bo'ldi, Sağlık sağlık. edik o'zi. 14-yanvar! Muborak bo'lsin!